Uylanishni kechiktirayotgan barcha yoshlarga murojaat. Ko'ngilsizlik tufayli sochlaringiz oqarib ketadi. Ertaga siz va farzandlaringiz o'rtasida katta yosh farqi bo'ladi. Siz 30 yoshga to'lganingizda bolangiz 1 yoshga to'ladi. 50 yoshga kirganingizda bolangiz 20 yoshga kiradi. Uning ehtiyojlarini qanday bilasiz? Qanday qilib uni do'sti bo'lasiz? Onangizni xursand qilsangiz-chi? Farzandingizni bag'ringizga bosib, onangizning oldiga kirganingizda ko'zlarida tasavvur qilib bo'lmaydigan baxtni ko'rasiz. Nabiy alayhissalom 3 kishiga yordam berish Allohning zimmasidagi farzdir dedilar va ulardan biri iffatni saqlash uchun uylangan kishi ekanligini aytdilar. Alloh unga pul va o'qishi borasida yordam beradi. O'qish paytida turmush qurgan ko'plab talabalar Allohning yordami bilan ko'proq muvaffaqiyatga erishdilar. Endi esa odamlar nikoh o'qishdan chalg'itadi deyshmoqda. Unday emas. Va Allohning iffatni saqlash uchun uylanganlarga bergan va'dalaridan biri uni boy qilishdir. Shuningdek salafi solihlar uylanish orqali boylik izlamaganlardan juda hayratda qolishgan. Shunday ekan, agar ko'p pul ishlashni istasangiz, turmush qurishingiz kerak. Aksincha emas. Ya'ni pul yo'qligidan uylanmaganman emas. Aksincha, agar pul xohlasangiz, uylaning. Bu Allohning va'dasidir.